Jamiyatimiz uchun juda dolzarb bo'lgan to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining roli mavzusiga bag'ishlanadi. To'y va marosimlarni tartibga solish, ortiqcha isrofni oldini olish hamda milliy qadriyatlari xos maromillikni ta'minlash haqida fikrlash uchun yig'ildik. To'y xalqimizni bilasiz, eng sevimli tantanalaridan biri. O'zimiz guvoh bo'lib turibmiz, lekin ayrim damlarda mana shu bizani tug'an orzu-havaslarimiz haddan oshib, ortiqcha sarf-xarajatlarni olib kelib turibdi. Buni oqibatida bilamiz, hech kim asir emas, buni to'xtalib o'tishim shartta bo'limon ajrimlar ham olib kelib turibdi. Chunki ortiqcha sarf-xarajatlar qarza botishar, qarzni orqasidan hurmatli yigitlarimizni to'ydan keyin chet davlatlarga chiqib ketishi majbur qilib turibdi. Masala bugungi kunda o'rtada qo'yilib, ham o'zini shu to'y va ma'rakalarni ixchamlashtirishlik, bu dinimiz ta'limotlarida isrofgarchilikni oldini olishlik va haqiqiy ana shu shariatga muvofiq to'yimizni, ma'rakalarimizni o'tkazishlik bo'yicha bir ko'rsatma desak mubolag'a bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadilar, bu ashrafu la tusrifu, yenglar ichinglar isrof qilmanglar.